Farid Usmon, Bobur podshoh. 19-qism. Shahzodaning yarador bo'lishi yoki o'z qilichi o'z boshiga tushgani. Tanbaldan bezor bo'lgan Andijon eli Shahzoda Boburni Andijonga kelishi tarafdori edi. Buni u bilardi. Shuning uchun elga egalik qilib turgan kattalar bilan so'zlashish va ular yordamida qo'rg'onga qon to'kmasdan, qurbon bermasdan kirishni o'ylagan Bobur xos yigitlar bilan Andijonga yarim kechada yo'lga otlanadi. O'shdan otlanib Childuxtaron degan joyga keladi. Qambarali va 3-4 beklarni kattalar bilan so'zlashishga yuboradi. O'zlari sergaklik bilan otdan tushmay xabar kelishini kuta boshlaydi. Kechaning 3-qismi. Hamma uyquda, faqatgina uyqusiragan otliqlar bedor. Birdan atrofda hukm surayotgan sokinlikni buzgan nog'oralar tovushlari yangraydi. Bobur va uning hamrohlari uchun bu kutilmagan hol edi. Dushmanning ko'p ozligini bilib bilmay uyqusiragan soqchi lashkar tarqalib qochishga tushadi. Mirshoh, Bobo Sherzod, Do'st Nosir va Bobur esa dushman tomonga ot solishadi. Yovni o'qqa tutib uni to'xtatishadi. Qochganlarni to'plashib, tartibga solishib, nimaga bunday bo'lganini surishtirishgandiki, voqea bunday bo'lgan ekan. Yana o'sha talon-taroj qilishga o'rganib qolgan Ayubbekchining ixtiyoridagi mo'g'illar yana ish ko'rsatishadi. Mo'g'illar tunda talonchilikka chiqishgan. Boburning soqchi lashkarlari bilan o'ronlashadilar, ya'ni parol aytishadi. Natijada anglashilmovchilik bo'lib, mo'g'illar nog'ora chalib, suron solib yuborishadi. Otishma boshlanadi. Xatolik tufayli soqchi lashkar bir joyda turmay tarqalib ketadi. Boburning rejasi amalga oshmaydi. Ichki xo'ja va arboblar bilan olib borilgan muzokaralar natija bermaydi. Lekin Tanbal atrofida sarosima boshlanadi. Uning tarafdorlari qochishga kirishadilar. Ayrimlari Bobur tarafga o'tib ketishdi ham. Kelinglar, Tanbalning ishi buzilishi arafasida. Tanbal 3-4 kunda aniq tamom bo'ladi deyishardi. Demak, Bobur uchun bu holat ayni muddao edi. Endi ishni jadallashtirish zarur edi. U tezda otlandi-da Andijon ustiga lashkar tortdi. Bu vaqtda Andijon qo'rg'onida Tanbalning kichik ukasi Sulton Muhammad Kalpok qo'rg'onboshchilik qilardi. Bobur Andijon janubidagi Xokanga peshindan keyin hujum boshladi. Bobur hujumchilar ortidan kelib, xuddi shu daqiqalarda Aysh tepaligi yoniga kelib turdi. Kalpok ham nargi tarafdan 500 kishi bilan kela boshladi. Bobur yov bilan yuzlashdi. 1-2 qilich urushga intilgan yov birdan qochishga kirishdi. Bobur va yigitlari ularni quvib asirga olishdi. Bu vaqt endi namozi shom kirib qolgan vaqt edi. Bobur tezroq qo'rg'on darvozasiga yetishni o'ylar, uning uchun vaqt g'animat tuyulardi. Tajribali beklardan biri Qambarali bek kech bo'lib qoldi. Qorong'uda qo'rg'onga yaqinlashsak to'g'ri emas, ertalab qo'rg'onni o'zlari topshirishga majbur bo'lishadi, dedi. Bobur qo'rg'onga yetay deganda maslahatga kirib, mahalla yonidan ortga qaytdi. Agar shu onda hujumni davom ettirganda, qo'rg'on uning ixtiyoriga o'tgan bo'lardi. Chop-chop, quvdi-quvdi, kun bo'yi qilingan jang yigitlarni ancha toliqtirgan edi. Qorovul qo'ymay, dovul chaluvchilarsiz Boburni g'aflat bosib qoldi. Hamma uyquga cho'mgan payt. Tong oldida Qambarali otni choptirib baqirarkan, "Yov bosdi, turinglar!" deb qichqirardi. Qurollangan holda uxlagan Bobur otga irg'ib mindi-da, yov tarafga qarab ot soldi. Bobur atrofidagilar 10 tacha edi. Bobur o'q otib bir yovni qulatdi. Yana birini yov markazigacha quvib keldi. Ro'parada 100 tacha lashkar bilan Tanbal turardi. U bir kishisi bilan yonma-yon ot ustida o'tirardi. Bobur kamonga qo'yilgan o'qni Tanbalning do'bulg'asini mo'ljallab otdi va tezda sadoqqa qo'l cho'zdi. Yashil qirrali o'q, xon dadasi bergan. Hayf ketmasin dedi-da, qaytarib joyiga soldi. Yana bir o'qni paypaslab olguncha u ancha ilgarilab bordi. Tanbal ham ilgarilab yurdi. Ikkalasi orasida bir ko'cha qolgandi. U bir tomondan, bu ikkinchi tomondan ko'chaga kirishganida yuzma-yuz bo'lishdi. Bobur qo'lidagi o'qni Tanbal qalqonining tutqich tomoniga mo'ljallab otdi. Xuddi shu fursatda Shahzodaning o'ng soniga yov o'qi kelib sanchildi. Boshida dubulg'a bo'rki bor edi. Tanbal Bobur boshiga qilich soldi. Shahzoda o'zini bir on karaxt sezdi.
Dubulg'a kesilmaganiga qaramasdan uning boshi yaralangan edi. Bobur qilich sug'urishga fursat qolmaganini sezib, ot jilovini chapga burdi. Qilichning yana bir zarbi sadoqqa kelib tegdi. 8 qadamcha ortga yurgan ham edi. Bobur o'z piyodalari qurshovida ortga qaytishga majbur bo'ldi. Boburning boshiga kelib tekkan haligi qilich Qosimbek da'vati bilan Tambalga sovg'a qilib jo'natilgan, rahmatli no'yon ko'kaldoshdan xotira bo'lib qolgan qilich edi. Taqdirni qarangki, o'sha fursatda shahzoda bu qilichni Tambalga bergisi kelmagan edi. Nimaga bergisi kelmaganini o'shanda o'zi bu holatni sirini anglamagan edi, ammo qalbida ijirg'anish paydo bo'lgandi. Shu fursatda o'sha voqeani eslagan Boburda imkoniyat yo'q edi. U shoshib Xokan arig'ini, ya'ni katta suv oqadigan aslida soyada, kichikroq joydan o'tib, o'sh sari yo'lga tushdi. Yov qo'liga asir tushganlar qoldilar. O'q yeb yarador bo'lgan bir necha kishilar va Boburning shaxsan o'zi katta tashvishlar bilan o'sh sari kirib borishdi. Oradan 2 kun o'tdi. Bobur o'shdan Andijonga qarab keldi. Bu vaqtda xonlar, katta xon tog'asi va kichik xon tog'asi Tambal izidan tushib Andijon yaqiniga kelishgandi. Katta xon Sayxonlik yonida Qo'shtegirmondagi Eson Davlat begim Boburning katta onasining bog'iga tushishdi. Kichik xon shu manzildagi sal naridagi Bobo Tavakkul ziyoratgohida edi. Bobur avval katta xon huzuriga bordi. U jiyanini ko'rishi bilan qo'lga kiritilgan joylarni kichik xonga berganini aytdi. Gap orasida Boburga aytgan uzri shu bo'ldiki, Shayboniyxondek g'anim kuchaymoqda. Samarqand uning qo'lida. Shuning uchun Xo'jand daryosining janubiy viloyatlari Andijondan boshlab kichik xonga, Aqsidan boshlab Xo'jand daryosining shimoliy viloyatlari sizga shahzodam. Sal o'rnashib olaylik, Samarqandni olsak sizga beramiz, dedi. Undan so'ng Farg'ona batamom kichik xonniki bo'ladi. Bu katta xonning go'yo shaxmat o'yinidagi o'zicha qilayotgan lakirovka hiylasi edi. Boburning ota meros mulkini kichik xonga berish bilan hiyla tinch taraflarni o'z ukasiga, serg'alva tomonlarni jiyaniga, mana senga qo'lingdan kelsa boshqar demoqda edi. Bobur nima ham deya olardi? Chorasiz edi. Hukmdor katta tog'asi shunday deb turgandan keyin ko'nmasdan iloji yo'q edi. Istar istamas tog'alar qo'liga qaram bo'lib qolgan jiyan bu taklifga ko'nishga majbur bo'ldi. Bu gaplarni eshitib turgan Salloh laqabli begi Qambarali sekin Bobur yoniga kelib, "Ko'rdingizmi, hazrat? Darhol o'z qo'lingizga kiritilgan viloyatlarni o'zlariga olishdi. Bular bilan ishingiz yurishmaydi. Hali ham O'sh, Marg'ilon, O'zgan egallangan. El ulus qo'lingizda. Darhol borib O'shga kiraylik. Qo'rg'onni berkitib, Sulton Ahmad Tambalga odam yuboring. Yarashib Mo'g'ulni urib chiqaring-da, viloyatlarni Tambal bilan do'stona bo'lishib oling", dedi. Bobur unga shunday javob qildi: "Buning iloji yo'q. Xonlar tug'ishganlarim. Bularga navkarlik qilganim Tambalga shohlik qilganimdan ortiq." Qambarali Boburni o'z yo'liga sola olmadi. Aytib qo'ygan bu gaplari xonga ma'lum bo'lib qolsa, bir kor hol bo'lishidan qo'rqdi shekilli, 3 kundan keyin qochib Andijonga, Tambal tarafga o'tib ketdi. Bobur katta xon dadasi oldidan chiqib, kichik xon dadasi oldiga bordi. Hushi boshida bo'lsa-da, oyog'idagi o'q yarasi azob berganidan oqsoqlanib yurar, hassa tutib olgan edi. Kichik xon uni ko'rib, yugurib chiqdi. "Inim, bahodir bo'libsiz", dedi. U shahzodani qo'lidan tutdi-da, chodir ichiga yetakladi. Chodir ichi ko'rimsiz, betartib edi. Xon o'zi o'tiradigan chodir ichidagi bir tomonda qovun, uzum uymalanib yotardi. Bir tomonda esa ot abzallari. Ular to'shak ustiga o'tirishib, ancha suhbatlashdilar. Xonning "Inim, bahodir bo'libsiz" degani Boburga berilgan jasorat, botirlik unvoni edi o'sha fursatda. Bobur rostdan ham yurt uchun olib borilgan bu janglarda mardlik namunasini ko'rsata olgan edi. Bobur kichik xon huzuridan chiqib o'rtaga keldi. Uning jarohatidan azob tortayotganini ko'rgan kichik xon shahzoda ortidan Atika Baxshi ismli jarrohni yubordi. Mo'g'ullar o'sha vaqtda tabib jarrohni Baxshi deb atashardi. U Boburning yarasini ko'rib turib, jun qo'yib bosishni buyurdi. Ichkani o'simlik ildizidan tayyorlangan dori berdi.
Baxshi, ya'ni jarroh Boburga muolaja usullarini tushuntirarkan jag'i tinmasdi. Birovni ingichka poychasi sinib, bir tutamcha yeri mayda-mayda bo'lib ketibdi. Etini yorib, suyaklarni olib tashladim. Suyak o'rniga dorini un qilib soldim. U dori suyak o'rnida suyakdek bitdi. Oyog'i sog'ayib, boyagidek bo'lib ketdi. Bobur jarrohning so'zlarini mulohaza qilarkan, bunday davolash usullari viloyat tabiblari qo'lidan kelmasligini o'ylar, ichida qani edi shunday bilimdon jarrohlar ko'p bo'lishsa, deya fikr qilardi.